Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumani Eltamg'ali MFida 23 sotixlik, umumiy maydoni 23 sotixlik mana shu xonadonimiz sotuvga qo'yildi. Hujjatga asosan 16 sotix. 16 sotiqdan tashqarisi zaxvat yerlar deydi. Oqqo'rg'on tuman markaziga 14 kilometr shu joydan. Shu joydan 14 kilometr. Ikkita asosiy binosi. Qanaqa bu joyda qulayliklari bor? Maktab, menimcha bu bog'cha ham bor ekan, a? Xususiy bog'cha bor, mana bu ovozlar ham eshitilib turibdi. Katta yo'lda asfalt tushyapti. Asfalt kirib kelaverishda yangi asfalt qilinyapti. Uje texnikalari, nimalari hammasi bor. Mana bu joy ham mana sement betonlab qilingan. Kiraverishda chap tomonda bir zal, bir spalni. O'ng tomonda ikki xonali uy hamda bitta kuxnya, keyin kladovka. Tak. Bu yoqda bitta, ikkita, 3 ta oshxonasi bilan 3 ta xona. 3 ta xona, keyin to'g'rida 2 ta kladovka ombor. Ham tapchani bu tomonida mana 2 ta xonasi, bitta zal, bitta spalni. Mana bu navesi, hammom ekan. Bu yoqda mevali daraxtlari. Uzunasiga 51.8. Bundan ham oshadi, 51 dan ham oshib qoladi. Mana bu hammomi yaxshi holatda. Mol boqish uchun sharoitlar bor. Keng tepalik hamda agorod qilsangiz bo'ladi. Molxona, boloxona. Molxonalari agorod hech narsa ekmagasizlar. Molxonalar ham yaxshi holatda. O'zi bu yerda mol boqishga sharoitlar yaxshi ekanda. Hojatxonasi. Agorodlarda ham ekin ekish, maydon sug'orish qanaqa bo'ladi endi? Suv. Muammo emasmi? Suv yaxshi. Hamda ahvosi bor. Mana bo'lsidurlar. Nariyoqqa chiqib ketadi. Ha, mana suv o'zi bu shunday oqib turadimi, to'xtaydimi? Yo'q, to'xtaydi. Ahvosi bor-da. Masalan, qo'shnilardan hammasi ahvol bu yoqqa ketadi. Nariyoqdan keladi. Ko'chaning boshidan keladi. Turba bilan o'tgan. Sug'orasiz, tushadi, ketadi. Ekin ekish maydoni sug'orish muammo bo'lmaydi ekan. Mana bu tepa, Qonqa tepa deyiladi. Bu ziyoratgoh bo'ladigan joymi shunda kelajakda? Ha, qarang. Yuzi yonida oxirgi tomonida mana bu o'rab qo'yilgan, shu bu yoq ziyoratgoh bo'ladi. Juda zo'r joylar bo'lib ketadi. Joylar hech qanaqa sinos buzilishga tushmagan. Ayrimlar yozishi mumkin, sinos buzilishga deydi. Bu joylar sinosga, buzilishga, unaqa joyga tushmagan, qizil liniyaga ham tushmagan. Ekin ekish maydoni o'zi qarang, qanaqa kattaligini. Toshkent shahariga 60 kilometr, 65 kilometr. Lekin yaxshi joylar. Narxini 28 ming dedingizmi? 28 mingda yana kelishadigan joyi bor ekan. Xat hujjatlari hammasi joyida. Kadastr dokumentlari hammasi joyida. 28 mingdan sunnatiga o'tib beradigan joyi bor. Iloji boricha telefonda emas, joyiga kelib turib savdo qilganlaringiz yaxshi. Telefonda turib necha pul bo'lishi, savdo qiladiganlar juda ko'pda. Ular uy olmaydi. Prosta o'tirib telefon ham olxo'rlari bor ekan. Tak, uyda ichlarini bitta ko'rsatib yuboraylik bo'lmasa. Xonalarini. Yaxshi holatda. Mana bu yoqda bitta zal edi. Tomonida spalni deganlar boya. Mana bu yoq spalni. Bu mana bitta xonasi kirganda boya oshxona degan. Mana bu yoqda yana bitta xonasi. Nariyoqda
bitta xonasiga ham o'tib ketadi. 3 ta xona. Bu yoqda ikkita kladovkasi. 28 ming AQSh dollari yana kelishadigan joyi bor akalar. Joylashuv yaxshi joyda joylashgan. Xonadon egalarining telefon nomerlarini lokatsiyani Telegram kanalda qo'yib qo'yaman YouTube'ga. Bemalol telefon qilib turib, joyiga kelib turib savdo qilsangiz, ko'zingiz bilan ko'rib yaxshiroq bo'ladi.